alaykum. Hurmatli quyon ishqibozlari, mana bugun bizni mini quyonxonamiz mana. Okey. Mana bu ikkita qora quyonim 8 oylik hamtana. Joy yo'qligi uchun mana bugun qo'shib yubordim. Bu quyonimiz 8 ta bola tuqqan. Bu quyonimizda 10 ta. Farqi orasida bir haftalik. Bu 10 ta tuqqanniki hali maydaroq. 24 kunlik bo'ldi. Bunikilar 30 kunlik bo'ldi. Hammasi bitta joyda. Bu yerda mana 18 ta quyon bolalari bilan, ona bola. Keyin okey. Mana bu yerda flanderimiz tuqqan mana. Bir haftalik bo'ldi. Hozir men onasini olib bolalarni ko'rsatishga harakat qilaman. Oling. Bu yoqda bolachalar mana bir haftalik 5 ta tuqqan. Mana onasi flander. Birinchi qoringa tug'di. Veslari hozir 5,5 kilo. Tuqqan holatiga bir haftalik bo'ldi bolalar. Buni bu yoqqa qo'yaylik. Joyimiz sal muammo bo'lib turgani uchun har xil kataklarni inqib tashladik. Keling okey. Xo'sh, hurmatli aziz mehmonlar, bu ertaga tug'adi bu. Bunimiz ikkinchi qoringa tug'adi. Birinchi qorin 8 ta tug'di, narigi kattangda bolalari. Ertaga tug'adi bu. Bu ham flander. Bu ham sotuvdan narxini kelishdik. Xo'sh, bu yerda kecha tug'di bu mana. Bolalari hali 6 ta. Shu Pyostriydan qochgan mana. Rossiyskiy stragachdan qochgan Pyostriydan. Mana hozir onasini ham olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Az quyon ishqibozlari. Bu onasi mana. Bu katta narsa, zotiga javob. O'zimizni oldingi rossiyskiy parodalar. Eskili rossiyskiy zotlar. Quyon juda katta. 8 ta tug'di, hammasi xudo xolasa sog' salomat. Xo'sh. Endi bu mana otasi bo'ladi. 8,5 oylik bo'ldi. Живой vesi 6 kilo 700 hozir. Рабочий holatda, yemlanmagan. Mana quyonimiz. Rossiyskiy paroda stragach. Tak, endi mana bu quyonimiz mana xo'sh, bu ona quyon. Bu 5 ta tuqqan va 6-qoringa bo'g'oz hozir. Xudo xolasa 5-mart kuniga tug'adi bu. Mana kattaliklari, uzunliklari toza flander bu. Menda 3 xil zot borda. Quyonni qiynamaylik. Joylarni ham, gnizdolarini ham quvvatdi o'sha bu. Xo'sh, ketdik, hurmatli quyon ishqibozlar. To'g'ri, shu kamerani. Xo'sh, bu yoqda mana flander. Birinchi qoringa bu tug'adi mana. 7,5 oylik quyon. Bu xudo xolasa 10-mart kuni tug'adi bu quyonimiz. Mana 10-martga tug'adi bu quyonimiz. Xo'sh, endi illa sal muammo bo'lib turibdi, endi shuni sotsak, kamaytirsak, uni olamiz. Zakazga chiroyli. Hammasi shu ola quyondan qochgan mashina erkakdan. Xo'sh, mana bu yoqda bu quyonlarimiz mana 2 oylik bo'ldi. Bularimiz ham 2 oylik. Narigi qora quyon mana yotgan maydalarning onasi. Joy yo'qligi uchun o'pshi qilib qo'ydik hozir. Mayda quyonlarimiz 24 kunlik bo'ldi. Bunda 9 ta. 9 ta tug'di, 9 tasi ham sog' salomat. Bular mana boyagi olgan rasmi bo'lgan flanderimizni bolalari bu. Mana 1,5 oylik, 2 oylik bo'lib qoldi. Mana shu quyonni bolalari. Xullas, quyonlar sotuvda, narx-navosini kelishtirib sotamiz. Murojaat uchun telefon nomerimiz 90 kodi bilan 675 23 97. Azamat ismim. Murojaat qilib, telefon qilaverasizlar, kelishtirib beramiz. Dehqonchilik o'zimizniki.